ham bor ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Demak, so'nggi ko'rsatmalar referi tomonidan berilyapti. Super og'ir vazn toifasida Bahodir o'z uyida navbatdagi jangini o'tkazadi. Qiyin jang o'tkazdi, yaqindagina bir oy bo'ldi. Mana endi shunga qaramasdan Humo arenada ringga ko'tarilyapti. O'ng qo'l zarba tashlanyapti. Adebayo tushunarli masofani qisqartirish kerak. Bahodir mana shunday vaziyatda kutib olishga harakat qildi. Chap qo'l zarba o'tdi. To'lqin Qilichning o'zi ko'rsatma beryapti. Yaxshi hozir jigariga zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Yaqinlashib kelayotgan raqibga og'dirishga yarashdi. Uni burchakka taqab olgan holda hozir hujum amalga oshirishi mumkin. Bahodir ikkinchi zarbasi, uchinchi zarbani qo'shdi. Kutyapti, poylayapti Bahodir. Jab. 1 daqiqa vaqt ortda qoldi. Jab o'tdi. Daho javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi va og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Bu safar ham ikkilik zarba o'tyapti. Yana zarba o'tyapti. Og'ir Bahodirning zarbalari. Yana ikkilik. Taktika tushunarli bu yerda. Masofadan turib o'qqa tutyapti raqibini. O'ng qo'lda kutib oldi. Pastdan Napir zarbasini amalga oshirgan holda yana ikkilik zarbasi. Jab. Yana zarba. Himoyaga o'tyapti. Uchinchi zarba ortiqcha, ikkita zarba yo'llashgan. Ikkilik. Hududdan darhol chiqdi. Jab. Ikkinchisi biroz erta. Birinchi raund yakuniga yetib boryapti. Yo'q, o'z uslubida, masofada raqibini o'ziga yaqinlashtirmagan holda jangni o'tkazdi. Bir-ikki kuchli zarbalar ham yo'lladi. Mana o'sha takrorlab. O'tmagan ekan mana shu. İkinci raund. Tashlanyapti. Adebayo tashlanyapti. Yaxshi birgina jab bilan hozir favordan tushirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Qo'ylyapti Bahodir. Chap qo'l. O'tdi zarba to'g'ridan yo'llangan.
To'g'ri qilish menimcha o'zini eshityapsizlar. Ikkilik zarbasi o'tdi, hozir yetib oldi. Yetib oldi raqib orqaga. Ikkilik zarbasi bundan ko'pini ishlatma deb aytmoqda. To'g'ri Qilichov bajaryapti, quloq solyapti. Jab. Jab. Ikkilik zarbasi bilan raqib Hamadebayev ham o'z javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi. Jab. Jigariga. Jab. Jablar ham kuch berdi. Yana bir jab. Shapqol. Zarba kuchli emas edi. Aniq. Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti. Mana yana bir marotaba og'dirib, mana shapqolda zarba yo'laydigan bo'lsa, albatta ikkilik zarbasi. Siqildi menimcha Bahodir hozir. Siqildi raqib biroz toliqqanligini, biroz charchaganligini. Jab o'tyapti. Oldingi zarba boshiga, raqibni o'ziga yaqinlashtirmaslik shart. Nokaut so'rashyapti albatta Bahodirdan. Va ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda. Murabbiya uchinchi raund. Nima bo'ldi? Bosh to'qnash ketdi tamom chamda. Tirsak zarbasi. Menimcha tirsak zarbasini yo'lagani yo'q. Tirsak bilan zarb bergani yo'q. Tegib ketgan bo'lishi mumkin. Jab yaxshigina zarba o'tdi. Qanday ortga tusalayotgan vaziyatda mana shu zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Bahodir. Qo'yilyapti Bahodir Jalolov. Jab. Taktik jihatdan juda yaxshi jang olib boradi. Baribir masofada ushlab turibdi raqib. Klinchga kirmagani ma'qul baribir.
Adibay o'zi birinchi harakat qilmayapti. Faqatgina mana shunday bir qadam oldinga tashlamoqda, masofani qisqartirdi. Chunki bir ikki jabr o'tkazib yubordi. Bir ikki zarba naqodir yaqin masofada jang olib borish kerak emas, klinchda raqibni bog'lab olish kerak. Bu yerdan hujum amalga oshirmasligi uchun. Va taktik jihatdan shuni to'g'ri bajaryapti. Jab. Ikkilik zarbasi. Yana kombinatsiya. Sakkiz raund belgilangan mana shu joyda. Bardoshli ekan, bir ikki kuchli zarba qabul qilib olgan bo'lsa-da, o'zini yo'qotmadi. Adebayo zarba ko'taradi. Ikkilik zarbasi. Qisqa masofa. Yana ikkilik zarbasi o'tdi. O'tdi va jon saqlashga harakat qilib ko'radi. Raund oxiriga yetmoqda. Oxirida mana shu. Jeb o'tganiga qarang, nigohiga qarang. To'rtinchi raund boshlandi. Kapani ushlab turgani ma'qul hozir Adebayoning. Tashlanyapti mana bunday zarbalar bilan Adebayo 4-raundga kelganda oldinga ikkilik zarbasi, klinch. Asabiylashyapti. Jang davom etadi. Jab. Kirib borishga harakat qilyapti. Bahodir masofada ushlab turibdi raqibini. Ikkilik zarbasi o'tdi. Yana ikkilik zarbasi. O'ng qo'l yon taraflama zarba ortida. Kutyapmiz. Qo'yilyapti. Jab. Muxlislar jonlanishdi. Adebayo ham jonlandi ular bilan birgalikda. Hujumga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Bahodir oddiy uslubda shu bir qadam yon tarafga tashlagan holda raqibini o'ldirib, burchakdan chiqib ketmoqda. Jab. Chap qo'l. Yon taraflama zarba o'tdi. Ikkinchisi dosh berar ekan. Juda kuchli zarba qabul qilib oldi, lekin shunga qaramasdan qo'ydi. Yana ikkilik zarbasi. Endi o'sha iborani qaytaraman. Odatda son baribir sifatga aylanadi boksda. So'nggi daqiqa o'tib boryapti 4-raundda.
og'dirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Tezlik pasaydi. Bayda tezlik pasaydi. Hozir Bahodirning tutib olishi qiyin. Jigariga o'tdi zarba. Juda kuchli zarba. Jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Og'ir zarba. Endi to'qin qilishi butun jang mobaynida mana shu jigariga zarba deb tinimsiz etdi. Bitta zarba yo'lladi va jang yakuniga yetmoqda. Ofarin, murabbiy. Bahodir navbatdagi reyting jangini muvaffaqiyatli o'tkazyapti. 17 ta jang, 17 ta g'alaba, 15 ta nokaut endi uning hisobida. Uchrashuvning 4-chi raund, ikkinchi daqiqasi, 37-soniyasida texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Bahodir O'zbek Mana o'sha zarba jangni yakuni. Mana bu rakurslar endi. Aniq yo'llanibdi. Bor kuch bilan yana egilayotgan raqibni ushlab olishga erishgan. Qoyil. Asasina